Termotentda bitta furgon tayyor bo'lgan. O'zbekistonda bitta o'zining rangi bilan va qilingan ishi bilan. E'tiboringlar markazida Donfin D50 avtomobili asfalt zavodiga tegishli og'ir оборудование tashiladi. Rangi oranjiviy bo'lgan, yashiklari, koronalari shunga moslab qilingan. Reklamalarga ahamiyat berasizlar. Reklamasining atrofidagi chiroqlariga, ichki qismini ko'rishingiz mumkin. Alikapon va atsinkovka, yon qismlari ham polniy atsinkovka bo'lgan. Yuklarini boylab olishlari uchun особый halqalar qo'yilgan. Har bir burchaklari germetika qilingan. Ahamiyat beradigan joylar mana shu fortishkada bo'ladi. Bu mashinada og'ir оборудованиялар, generatorga o'xshagan оборудованиялар tashiladi. O'shani gulshizani o'sha yerdan chiqarib, yomon havolani o'sha yerdan chiqazaverishadi. Relslarga ham ahamiyat berasizlar. Asfalt zavodining o'zini mashinalari bo'ladi. O'shani olib chiqib tushirish uchun удобный qilib yasalgan. Zashitkalari va eshiklariga ham ahamiyat berasizlar. Ikkitali amortizatorlar qo'yilgan, og'ir yukka mo'ljallashtirilgan. Bu mashinani obzor qilish uchun olib kelganmiz. Azamat operatorimiz bilan tez kunlarda buni obzorini ham sizlarga ko'rsatamiz.